u qop yurak. Sen qaroqchilar Amir Lashkar bilan ko'rishishga ketini cho'tazadag'i? Amir Lashkar ko'rishishga unimisa, birodarlarimiz janoblarini cho'chitib qo'yamikin? Nima qilmoqchisizlar? Yo'limni to'sigan kimkan u? Amir janoblarining kemisini to'sashqa nima haddimiz? O'zlariga ma'lum qildigan ishimiz bor edi. Shunga qirg'oq chiqishlarini o'tinimiz. Men muqaddas yorliq bo'lib ketyapsam. O'z maylimcha qirg'oq chiqsam qanday bo'ladi, ha? Amir Lashkar qirg'oq chiqqili unimisa, birodarlarimiz buningga yo'l qo'ymasmikin? Qo'lingni tot. Birodarlar, tushib ketinglar. Amir janoblarini qo'rqitib etninglar. Amir begimni o'zim yo'lab qirg'oq olib chiqay. Pekar Sunjang aslida Yunching Yamulda bir kichik amaldor edim. Davog'i tortilib qolg'ashqa, noiloj shu tog' ichida panolanishga majbur bo'ldim. Vaqtincha Liangshan ko'lni makon tutib yuryapman. Amir Lashkar janoblari aybga buyurmag'aylar. Biz Liangshanliklarning hammamiz xonga sodiq qilgan etganlarimizning hammasi elni amin topqizib, Tangri yo'lni tutmoqdan boshqa narsa emas. Amir janoblari malol ko'may xon oliylariga niyat iqbolimizni yetkazib qo'yg'aylar. Qarasam, sizlar kishilar davatgan yo'l to'sar qaroqchilarga haqiqatan o'xshamaydi ekansilar. Agar rastil o'rda xizmat ko'rsatish niyatinglar bo'lsa, men berib xonga ma'lum qilsam, sizlarga al qilish yorliq tushirilsa, bu bir yaxshi ish emasmi? Mubadixon oliylari bizga al bo'lish yorlig'ini tushirib qolsa, cho'qim al uchun kuch chiqaman. Bu yo'lda o'lsammi armonim yo'q. Amir janoblariga ozdila arzimas ko'nglimiz bor edi. Amir janoblari oz ko'may qabul qiladi. Ağa, nimancha oldirib ketadilar. Zingto shahri bir yoqqa chiqib ketmaydi-ku. Kechlab yo'lmashimizdan nima ajdi? Liangshanniga chiqib qolgancha o'p qolganga. Siz pushaymon qildingizmi? Ağa, bu nima deganlari? Liangshanga chiqqandan beri biz hamisha birga kelyapmiz. Nima chiqib pushaymon qilgandaymiz? Undaqda bundan keyinchi. Ay, bugun kishini bugun o'zlik ko'gili, keyin kishini vaqt kelganda ko'rmaymizmi? Agar xon oliylari rasl al bo'lishga dalolat qilib sizlarni ostonda vazifaga tayinlab qolsa-chi. Ha? Ağa, bizni masxir qilib tavatmaydigansiz. Agar rasl shunday kun kelib qolsa-chi. Biz musha ko'nib qoldik. Undaq men sizni qurib ketsin. Xiyolimizga kirib chiqqani yo'q.
Bizning mijozimiz sizlarga ayon. Biz tug'ilgandan tartib sizlarni tanıymiz. Padişahni tanimaymiz. Yaxshi. Qanamsa, sharobni ichib bo'lib, udul Zuntu shahri qarab yo'lga chiqayli. Hazratim, qarasizlar, o'tirdagi ahu odam mashqavul Shivingun bo'ladi. Uning menavag'ini heliqi go'har siyoh shir atshu. Ana ahular zing jamoatidagi Bashirmat. Cho'ngning ismi Zingtu, ikkinchisining ismi Zingmi, uchinchisining ismi Zingsu. Oqirdagi ahu ikkisi Zingpi bilan Zingshin. Hey, munofiq osi o'g'ri. Men seni tutib, mahkamaga olib in'om olay deb turatdim. Mana endi Tangri menga bu fursatni ato qildi. Ma o kuyish karvonlarini ko'rishdingmi? Zang jamoatidagilardan kim kasallarni o'ltirib qo'ysa, shuni Batur hisoblamaymiz. Biz senlarni bir-birlab tirik tutib, kuyish kisilib, ostoniga olib beramiz. Bu o'g'rini qaysilar tutib kelisizlar? Hazratim oldirmisizlar. Biz Shiroq yo'ldan keldik. Ot-uloqlar charchidi. Ularning tayyorligi puxta. Chiqib tatib qolamizmikin? Yaxshisi, bugun barga qaytib kelib jang qilaylik. Hazratim, barga qo'shlarni tövanda yuqori qarab o'rlashtirsak, mudofaa o'ng'ay bo'ladi. Avval ahvolni aniq egallab, onda tegish qilsakmi kechikmaymiz. Len sarkatning aytqanlari o'rinliq, hazratim.